Assalomu alaykum Ilon Baliq Toshkent kanali obunachilari hamda YouTube tomoshabinlari. Xudo xolasa bizdagi bugungi holatlar mana sizlarga bilan ulashim keldi. Kamerada qanchalik ko'rinadi bilmadim. Lichinkalarimiz 2 sm, 3 sm bo'lgandan keyin mana shu hovuzga tashaladi. Mana yaxshilab e'tibor bersanglar, fuzurok chiqib ustida sakrab yuribdi. Bu yoqda adashmasam shu 3000-4000 ta balig'imiz bor. Bu yoqda mana lichinkalar. Akalar hozir mana kun issiq, kundan kunga kun isib boryapti. Agar daraxt qanaqadir soya bo'ladigan bo'lsa, nur ustiga a'lo nur bo'ladi. Agar bo'lmaydigan bo'lsa, mana bunaqa eski tuski havo o'tkazadigan pardalar bilan tepa qismini yopib qo'yishinglarni maslahat bergan bo'lardim. Sababi mana bu yoqda lichinkalarimiz bor. Suvimizni balandligi 30 sm, ozgina oshiqroq. Mana guvoh bo'lib turganinglardek, mana shu yerda qorayib bulutdek bo'lib turibdi. Mayda lichinkalarimiz. Dafnalarimiz ham mana suv ichida o'z faoliyat, ya'ni harakatini amalga oshirishyapti. Yaqinroqdan ko'rsatishga harakat qilaman lichinkalarimizni. Hozir sizlarga erinmasdan ko'rsatamiz. Mana akalar. To'da bo'lib suzib yuribdi. Xo'p. Bu yoqdagi hovuzchamizda ilon baliqlarimiz уже lichinkalarini ochib chiqdi. Buni ham sizlarga imkon boricha ko'rsatishga harakat qilaman. Ozgina qiyinroq bo'ladi, sababi onasi уже hujum qiladigan holatga kelgan. Mana shu ko'rinyapti yo'qmi? Qayerda shu keldi mana. Mana tayyor suv tayyorda turibdi. Ozgina xavf sezsa hujum qilishni boshlaydi. Mana shu ko'karib turgan tegida lichinkalari ochib chiqqan. Mana bu yoqda ham lichinkalari bor. Mana sizlarga ko'rsatishga harakat qilaman. Mana shu o'rtani, mana shu o'rtani men barmoq bilan ko'rsataman. Mana shu yerda e'tibor qilinglar. Tegida mayda lichinkalar suzib yuribdi. Bu yoqda ham turibdi. Xudo xolasa ilon baliq biznesiga qiziqqan aka-ukalarimiz bo'ladigan bo'lsa, qilinglar aka. O'ylanib o'tirgandan bir marta tavakkal qilib boshlagan ma'qul. To'g'ri, ozgina xarajat qilasiz. Xudo xolasa albatta oqlaydi bu. Misolli bu bitta biznesni planlashtirib reja qilasizlar akalar. Bo'ladimikan, yo'qmikan deb. Men o'zim ham ko'p sohalarga qiziqaman, boshqa qilaman. Ko'chada o'zimizga yarasha shu ikkita o'zimizga shu bizneslarimiz ham bor. Mana shu ilon baliqqa ham qiziqqan edim. Xudoga shukr. Juda unaqa qiyin narsa emas akalar. Faqat nima qiyin? Boshlab olish qiyin bo'ladi. Xayolingizda kechasi bilan o'ylaysiz. Hammani endi o'ziga yarasha muammosi yoki orzu-havaslari bor. Shu orzu-havas ortidan qanaqa biznes qilsam ekan deb o'y-xayollar keladi. Kechasi bilan o'ylab chiqasiz. Masalan deydi, kimdir to'y qilishim kerak deydi, kimdir qizimni chiqarishim kerak deydi yoki bo'lmasam mashina olishim kerak deydi. Xullas, orzular juda ham ko'p. Akalar, qilinglar, xudo xolasa zo'r bo'ladi. Faqat boshlab olinglar. Ozgina shijoatingizni oshirasizlar va mana qilib nima deydi, izlanishdan to'xtab qolmasanglar bo'ldi. Ilon balig'i lichinkasini tashiysizlarmi, matishnisini tashiysizlarmi? Bo'ladigan narsa. Qolgan baliqlarga o'xshab, to'g'ri, sazan baliqlarda, boshqa baliqlarda daromati juda ham ko'pdir. Endi men uni bilmadim, sazanlarnikini ko'p bo'lishi aniq, chunki bu sazan baliqqa juda ham talab ko'p bo'ladi. Endi bu ilon baliqqa oldindan bo'lgan, lekin sazanchalik uncha odam qiziqmagan oldin. Mana shu meni endi o'zim tajribamdan kechirgan holatda yaqin shu 5 yil ichidan bu ilon baliqqa qiziqish tobora kundan kunga ortib boryapti. Mana o'zimizga ham telefon qilishadi, Telegramda yozishadi. Ilon baliqqa qiziqib shu biznes qilaman degan aka-ukalarimiz. Qilinglar.
oson narsa, qiyin narsa emas. U sazanga o'xshab Eronni yemidan berigish kerak yoki qanaqadir aerator qo'yib qo'yish kerak, har doim tok sarib bo'lib turadi degan narsa emas. Mana suv ko'ryapsizlar. Juda bir toza ham emas, o'sha ranglari ham shu ko'karishga moyil bo'lib turibdi. Mana shu suv ilon baliqlar uchun juda ham bir komfort hayot. Men o'zim misol uchun bir haftada 10 kunda endi bizda nasosda bo'ladi. Suv mana shu nasosda hozir olib tashladim. Bu yoqdan kirib keladi, nari tomonidan chiqib ketadi. Bu yoqda mana. Endi bu ko'lni nimaga qilib qo'yganman? Endi hamma ishni o'ziga yarasha sir-sinoati bor, boshqasi bor. Kichkinagina kelgan mijozlarga mana ishonarli qilib haqiqatda ko'rsatib berishlik uchun yerdan qilib qo'yganmiz va mana bu yoqda lichinkalarimiz katta bo'lgandan keyin bu yoqqa olamiz. Sababi o'zida qoldirsanglar ham bo'ladi. Misol, machishni balig'inglar shu ikra qo'yib, ikrasidan ochib chiqadigan bo'lsa, endi unda foiz kamroq bo'ladi. Baliqlarimiz to katta bo'lib yetishguncha. O'zinglar lichinka qo'ygandan keyin o'sha yurishni boshlaganda oladigan bo'lsanglar, oldingi videolarimda aytib o'tgandek, kami 50% o'zinglar asrab qolasizlar, kami. Endi baribir parvarishga bog'liq. Boshida 1 oy dafnasini berib, ozuqasi, ya'ni shu mayda jonzot bo'ladi, suv burgasi deyiladi. O'sha narsasini bersanglar, ancha o'zini mahkamlab oladi. Keyin mana bunaqa katta joyga tashlasanglar, sekin-sekin boshqa yemlarga o'tsanglar ham bo'ladi. Xo'p, ushbu baseyninglar necha deydigan bo'lsangiz, oldingi videolarimiz ko'rmagan aka-ukalarimiz bo'ladigan bo'lsa, balandligini 1 metr qilganmiz. Uzunligi 10 metr, yig'iladigan bo'lgakalik qilingan. Eniga 5 metr akalar. Xudo xolasa, endi kunduzi hozir ushbu 3-4 sm lichinkalarimiz ko'rinmayapti. Kechasi bir fonar yoqib bo'lsa ham bir olishga harakat qilib beraman. Juda ham bir aktiv holatda bo'ladi kechasi. Ayniqsa fonar yoqqaningizda suvni tepasiga dafnalar chiqadi. Shu dafnani ovlash uchun, ya'ni oziqlanish uchun tepaga chiqishadi. Nasib bo'lsa, agar imkoniyatini qilsam, shu bugun kechga ham kutib tursanglar, obzorini qilib beraman. Okalar, xudo xolasa hozircha bizda shular. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lishinglarni, like bosib, podpishka qilishinglarni so'rab qolamiz. Mana shu ko'nglimda edi bo'lmadi, videosini mana yaqinroqdan bir harakat qilay. Sizlar uchun lichinkalari ko'rinsin, mayda. Imkon darajasida harakat qilib mana yaqinlashtiryapman. Shu o'rtada shu lichinkalari to'planib olgan. Bu ochib chiqqaniga 2 kun bo'ldi adashmasam. Yomon emas, o'sha aktiv holatga o'tishyapti. O'zi aslida lichinkasi yorib chiqqandan keyin o'zini shu tuxum po'stlog'ida shu o'zini boshidagi shu oziqa manbai bo'ladi. O'shandan oziqlanadi. Keyin shu yurishni boshlagandan keyin dafna shu mayda shunaqa tirik jonzotni bilan oziqlanishga o'tishadi. Okalar, boya aytgandek, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, kuninglar xayrli o'tsin. Bizni kuzatishda davom etinglar. Like bosib, podpishka qilishinglarni so'rab qolamiz.